Assalomu alaykum do'stlar, jonlaring sog'mi, tinchmisizlar? Do'stlar, xudo xolasa yaqin orada biz Tojikistonga o'taman. Tojikistonda ochiq darslik qilamiz. Ofis xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Kimdir agar shu biznesga qiziqsa, marketplacelar bo'yicha Ozonda, Wildberries, Yandex Marketda savdoga qiziqsa, tovarning biznesga qiziqsa, pastda nomerlarni qoldiraman. Telefon qilinglar. Bizga komandaga 3 ta odam kerak bo'lyapti. Xo'p, noldan o'rgatib, o'sha yerda ish bilan ta'minlaymiz do'stlar. Ofis xudo xolasa yaqinda ochiladi. Ochiq darslik qilmoqchimiz. Xo'p, Tojikistondagi turgan sexlari bormi? Tovarni biznesga qiziqadigan insonlar bormi? Yoki uje Tojikistonda misol deylik katta karvon bozori bor, o'sha yerga o'zingiz sexingiz bor, narsa olib chiqib sotyapsiz. Nimaki qilayotgan bo'lsalaring do'stlar, onlaynda agar qiziqsalaring, marketplacelarda o'zlaring tovarlarini, mahsulotlarini sotmoqchi bo'lsalaring, biz yo'lga qo'yib beramiz. Tojikistonda turib, Rossiya bozoriga kirib, konkretna soqqani qilsalaring bo'ladi, onlayn tarzida. Xo'p, hammasini kelishamiz, ko'rishamiz. Qanaqadir savollaring bo'lsa, hozirdan yozib olinglar bloknotga. O'sha ochiq darslik qilmoqchiman. Xudo xolasa ochiq darslikda polностью kesalaring ko'rishamiz, gaplashamiz hammasini. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlarni biz tashlab boryapmiz. Ko'rishguncha.